Ayol kishini ko'chaga chiqib ishlashligi nima? Harom. Ayol kishi ko'chaga chiqib ishlab pul topadigan bo'lsa, topgan pulida nima yo'q? Baraka yo'q deb og'izlarini ko'pirtirib gapirishadi. Akalar, bu ixtilof emas bu masala. Hech kim ixtilof qilmagan. Mutlaq shariatimiz ayollarni ko'chaga chiqib ishlashligiga, shariatga muvofiq bo'lgan ishda ishlashligiga shariat ruxsat beradi. O'qituvchi bo'ladimi, muallima, ustoz bo'ladimi, tijoratchi bo'ladimi? Mashhur Hadicha radhiyallohu ta'ala anha nubuvvat oilasi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalari. Nazar solaylik, Hadicha radhiyallohu ta'ala anha onamiz Makka mukarramada birinchi raqamli tijoratchi bo'lganlar, tojir bo'lganlar. Juda ham katta karvonni boshqarganlar Hadicha onamiz. Bo'ladi masalan tijoratchimi yoki shifokor deylik, masalan shifokorga ham ruxsat beradi. Men nafaqat viloyatimizda, balki respublika miqyosida men eng mutaxassis yetuk lur shifokor ayolni men topa olmadim. Bugun biz muhtojmiz ayollarimiz, qizlarimizni o'qitib, ularni zo'r shifokor qilishligiga. Vojib bo'ladi zo'r lur shifokor qilib tarbiyalash. Tarixga nazar solaylik. Rufaydatu al-Aslamiyya radhiyallohu anha onamiz eng mashhur tabib bo'lganliklar, shifokor bo'lganliklar, bir necha g'azotda yaralangan sahobalarni o'zlari davolaganliklari mana hadis shariflarimizda bor degan. Hattoki Masjid-i Nabaviyning atrofida bir katta tikib, xuddiki bir shifoxona qurib, ana shu yerda sahobalarni davolaganliklari. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu yarador degan paytlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aynan ana shu tabiba ayolga, Rufaydatu al-Aslamiyyaga oboring, ana shu davolasin. Men o'zim uni borib nima qilib turaman, nazoratga olib turaman deganliklari mana. Bugun biz muhtojmiz qizlarimizni zo'r shifokor qilib masalan tarbiyalashlikka. Yaxshi bir xirurg shifokor qilishlikka biz bugun muhtojmiz. Masalan to'quvchi bo'ladimi, nubuvvat oilasiga yana e'tibor beraylik. Masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahllari Zaynab binti Jahsh radhiyallohu ta'ala anha onamiz tikuvchi bo'lganliklari va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu onamizni maqtaganlari, madh qilganliklari. Qiyomat kunida, oxirat kunida menga eng yaqin bo'ladigani qo'li uzunidir dedilar. Ayollarini nazarda tutadilar. Aynan Zaynab binti Jahsh radhiyallohu ta'ala anha onamizni nazarda tutadilar. Uchinchilik qilib savdo qilib, ana shuni pulidan ihson qilardilar, sadaqa qilardilar. Va Rasululloh maqtayaptilar. Qiyomat kunida, oxirat kunida menga eng yaqin bo'ladigan aqllarimdan qo'li uzunidir deb tikuvchilik qilishliklarini madh qilyaptilar. Bekor o'tirishmayapti-da onalarimiz, ummul mo'minin onalarimiz. Qiyomatgacha ham keladigan onalarimizga, qizlarimizga nubuvvat oilasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari, sahobiyya radhiyallohu anhumolar nima maktabi bu shariatda bor-ku, ya'ni harom, pul topishligi harom, ishlashligi harom emas, bu ijmoiy masala bu akalar.